Asrlar davomida dehqonlarimiz yerni haydash orqali ekishga tayyorlash, tuproqning strukturasini yaxshilash hamda begona o'tlarga qarshi kurashda asosiy usul deb hisoblashadi. Lekin yillar davomida uzluksiz shudgor quyidagilarga olib kelmoqda. Tuproq eroziyasi tezlashmoqda. Organik moddalar miqdorining kamayishi kuzatilmoqda. Tuproqdagi mikroorganizmlar, hasharotlar va chuvalchanglar soni keskin ravishda kamaymoqda. Asosiysi esa shudgor oqibatida tuproq haydov qatlamida dala nam sig'imi kamayadi va tez quriydi. Tuproqdagi namlik va suvning yetishmasligi yurtimizning qishloq xo'jaligida eng dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Yerga an'anaviy usulda qayta ishlov berish tuproq unumdorligini pasaytirib, ekinlar hosildorligini kamayishiga olib kelmoqda. Tuproq unumdorligini pasayib borishi qishloq xo'jaligi va mahsulotlarni bir maromda yetishtirishga tahdid solayotgan xavf-xatarlarning ichida eng tarqalganidir. Bu xavfni bartaraf etish uchun yerga ishlov berishning mutlaqo yangi usullarini qo'llash lozim. Yuqorida keltirilganlardan kelib chiqqan holda, qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirish tizimida suv, tuproq, energoresurs va atrof muhitdan samarali foydalanish orqali yerga ishlov berishning yangi tizimini joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ammo dehqon va fermerlarimiz ota-bobolari asrlar davomida qo'llab kelgan usuldan voz kechishga tayyor emaslar. Bizlar ikkinchi sakrar yig'indi hamisha shudgor qilib yegardik. Hozir bu texnologiya samara bersa, o'zimiz fermerimizda qo'llab ko'rmoqchimiz. Oxirgi yillarda butun jahon bo'ylab yerga minimal yoki shudgorsiz ekish, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri ekish texnologiyasi yordamida qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirish yildan yilga oshib bormoqda. Bu usul ilk bor 20-asrning o'rtalarida Amerikada qo'llanila boshladi. Bu texnologiyada asosiy 3 ta tamoyil bor, 3 ta prinsip. Bu birinchi tuproqqa minimal ishlov berish, ikkinchi almashlab ekish tizimini joriy etish, uchinchi tuproqning ustida o'simlik qoldiqlarini qoldirish. Hozirgi paytda Janubiy va Shimoliy Amerika davlatlarida umumiy haydov maydonining 15-79% da ekinlar to'g'ridan-to'g'ri ekish usulida yetishtirilmoqda. To'g'ridan-to'g'ri ekish boshqa usullarga nisbatan tuproqni eroziyadan yaxshiroq saqlaydi. Yerning ustida organik chirinda qatlami yuzaga keladi. U tuproqning ozuqaviy moddasini minerallashish darajasini pasaytirib, yerning suvsizlanishiga yo'l qo'ymaydi. Adabiyotlarda keltirilgan manbalarga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri ekish texnologiyasi hosildorlikni oshiradi. Buning ijobiy natijasi ayniqsa qurg'oqchil va lalmi yerlarda yaqqol ko'rinadi. To'g'ridan-to'g'ri ekish texnologiyasi qo'llanilganda haydash, baronalash, molalash, tekislash va ekish kabi agrotexnik tadbirlardan qisman yoki butunlay voz kechish imkonini yaratadi. Oldingi ekkanimizda juda katta bizga xarajatlar bo'lardi, ayniqsa mana yoqilg'ini juda tejash qiyin bo'lardi bizga. 3-4 marta aylanib, yerda tekislab, uni og'darib, pushta olib, drinabaza qilib, mo'la qilib juda katta bizga xarajatlar bo'lardi. Bu yerda bizga hozir ko'rsatishmoqchi, masalan shu 3 ta 4 ta operatsiyani bizda sug'orilmaydi. Masalan bitta operatsiyada mana shu selka bilan bajarsak, bizga hamma tomondan iqtisodiy samara berishi hozir ko'rinyapti menga. Barcha harakatlarni maxsus to'g'ridan-to'g'ri ekish selkasi bajarishga qodir. U bir vaqtning o'zida hosil yig'ib olingan maydonda qolgan somon qoldiqlarini qirqadi, shu bilan birga kerakli chuqurlikda urug'ni qadab ekish salohiyatiga ega. Zararkunanda hamda begona o'tlarga qarshi esa pestitsid va gerbitsidlar qo'llaniladi. Gerbitsidni qo'llash miqdori yil sayin pasayib borishi jahon amaliyotida o'z isbotini topdi. O'simlik qoldiqlari namlikni saqlab qolish bilan birga dalani quyosh taftidan, suv va shamol oqibatidagi eroziyadan himoya qiladi. Shunday qilib, to'g'ridan-to'g'ri ekish texnologiyasining bir qator afzalliklari bor. Bular iqtisodiy samaradorlik, mehnat unumdorligi darajasi, mahsulot tannarxi va rentabelligi, tuproq unumdorligini yillar davomida oshishi, tuproq eroziyasini kamayishi, tuproqda namlikni saqlab qolish, hosildorlikni bir maromda bo'lishi va oshishi. Biz shu narsani aytishimiz mumkinki, hamma vaqt iqtisodiy masala birinchi o'ringa ko'tariladi. Iqtisodiy masala deganimizda fermerlar 1 gektar yerga 100 ming so'm sarflab 120 ming so'm foyda olish emas, balki o'sha 1 gektar maydonga 10 ming so'm sarflab 20 ming so'm foyda olish.
Bugungi kunda samaradorlik jihatidan to'g'ridan-to'g'ri ekish usuli joriy qilingan mamlakatlar va mintaqalar soni yildan yilga oshib bormoqda.